Xo'p, savolni o'qib olamiz. Quyida berilgan jadvaldagi ma'lumotlardan foydalanib, ikkinchi birikmaning formulasini toping. Xo'p. Birikma berilyapti. Birinchi birikmaning formulasi A2B3. Birikmadagi A moddaning massasi 11 gram. Birikma massasi 15,8 gram. Demak, bizda birinchi birikma A2B3, undagi A moddaning massasi 5,11 gram. 11 gram. B moddaning massasi noma'lum. Birikmaning massasi 15,8 gram. Bu joyda 11 gram A modda bo'lsa, umumiy birikma 15,8 gram bo'lsa, ayirib olsam 4,8 gram B moddaga qoladi. Ikkinchi birikma noma'lum. Uni tarkibida A moddaning massasi 5,5. B moddaning massasini topamiz hozir. Endi umumiy birikmaning massasi 8,7. A modda 5,5 bo'lsa, 8,7 dan ayirib oladigan bo'lsak, 3,2 B moddaga qoladi. Xo'p. Endi har bitta A uchun, har bitta B uchun qanday massa to'g'ri kelishini topamiz. Birinchi birikmadagi ikkita A ga to'g'ri kelyapti 11 gram. Bu degani bitta A ning massasi 5,5 gram. Birinchi birikmada 3 ta B ga to'g'ri kelyapti 4,8 gram. 4,8. Endi bitta B ning massasi 3 ga bo'lib olsam 1,6. Demak, bitta B ning massasi 1,6, bitta A ning massasi 5,5. Demak, bu joyda ikkinchi birikma tarkibida bitta A bor, ikkita B bor. Chunki 3,2 ni 1,6 ga bo'lsam 2 kelib chiqadi. Demak, ikkinchi birikmaning massasi AB 2. C javob to'g'ri ekan.